Xo'p, hozirgi sizlar bilan ko'rib chiqadigan xonadonimiz mana shunaqangi 5 ta xonasi bor, kotej forma qilib solingan. O'zini orqa tomonida mana zileniy zonaga ham joyi bor. Yozda o'tirgani mana so'rilarda qo'yib qo'yilgan. Bu yerda katta eshigi bor. Yopinib tepasini yopasiz, bu yerdan bitta katta bitta garaj bo'ladi. Bu xonadonimiz siz bilan bitta ko'rib chiqamiz. 5 xona, narxi boshidan aytaman 48 mingga baholanayotgan. 5 xona kotej forma qilib solingan xonadonimizni siz bilan bitta video obzorni ko'rib chiqamiz. Bu xonadonimizni sahna tomoni, zileniy zonalari bor. Mana bu yerdan asosiy eshikdan kirishimizda yonida podvalga tushadigan joyi bor. Bunisi esa tashqi tomondan hojatxonasi. Kotyollarda qo'yib qo'yilgan, hamma sharoitlar bor. Bu gazni ko'ryapsizlar. Gaz, suv, svetlardan muammosi yo'q joyda. Xo'p, mana bu asosiy eshikdan kirishimizga mana yerda bitta oila bilan o'tiradigan oshxona. O'zi zal hisobda, lekin oshxona o'rnida foydalanishyapti. Bu tomonida mana kuxunnilarini qo'yib qo'yilgan. Yonida ovqatingizni pishirib, yonida o'tirgani oila bilan pishir kuydiringizni qilib ovqatlanib o'tiradigan bitta joy. Mana shunaqangi zileniy zonaga ham joy bor, orqa oldida joy bor. Bu tomoni katta mana mashinalar qo'ygan, parkovkaga ham muammo sezmaysiz. 5 xona uy bilan kotej forma qilib solingan, remontlar bilan tayyor. Mana shunaqangi kirishimizda asosiy eshikdan kirishimizga koridor qilingan, mana aboylarda qarang yopishtirilganini. O'ng qo'ldan boshlasak, bunisi bitta xonasi. Mana buni detskiy qiling, xohlang bitta mehmonxona qiling. Endi uni ro'parasida buni ham bitta xona, remontlari tayyor. Shunday kelasiz-u, yashab bersiz bo'ldi. Hamma sharoitlariga ega. Xo'p, bunisi tashqi tomondan o'pshiga bitta sanuzelari ham hamma sharoitlari bor. Eng asosiysi bu yerda gaz, suv, svetlardan muammo sezmaysiz. To'g'rida bitta spalnisini ham qarang, remontlari cho'tki turibdi. Xo'p, bunisi mana bitta spalnida ichida sanuzeli. Xo'p, endi bu tomonda mana yana bitta koridorga o'tamiz. Koridordan bunisi bitta detskiy qilinsa, mana bu detskiyga ham zo'r. Bitta o'g'lingizga, bitta qizingizga qizlar xonasi, bitta o'g'il bola xonasi, ikkita detskiy bo'lyapti shunda. Xo'p, endi bunisi mana siz bilan boshida videoda ko'rgan joyimiz, mana bu zal. Bu zalni qarang, oila bilan o'tiradigan mana joylari bor. Bu zalimizni tagi 7 metrlik to'liqligicha podval. Xonadonimizni tagi to'liqligicha podval. Buni ham bitta xona o'rnida foydalansiz bo'ladi yoki-da mana bunaqangi bankalarda qo'yib qishga, yozga narsangizni saqlaydigan joy qilsangiz ham bo'ladi.